dadasi? Nega ishdan qaytdingiz? Voy, nima titkilayapsiz? Biror narsangiz qolib ketibdimi? Fikrimni yo'qotib qo'ydim. Mabodo ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayerga qo'ygan ekanman? O'sha sormandan, ha? Shu vaqtda nimaga kerak bo'lib qoldi sizga o'sha o'lgur fikringiz? O'zi zarrilamasu, lekin esimga tushib qoldi-da. Shu oxirgi marta qachon ishlatuvdim, ha? Qachon ishlatuvdim? Dadasi anchadan beri ishlatmay qo'ygansiz fikringizni, ha? Ana, toqchada chang bosib yotardi. Keyin qaqadir olib qo'ydingiz, ha? O'sha qayerga qo'yganimni bilmaysanmi, ha? Men qayoqdan bilay? Sizning fikringiz bilan necha pul ishim bor? Aytmoqchi dadasi, bir necha yil avval haligi xizmat safariga chet elga boruvdingiz-ku, o'zingiz bilan olib ketmaganmidingiz? Xizmat safarida fikr nimaga kerak? U yerga olib bormaganman. U yerga boshliqlar yozib bergan tayyor gaplarni olib borganman. Unda choyxonada unutib qoldirgansiz. Voy, qanaqa xotinsan o'zi? Choyxonaga ham fikr olib chiqadimi odam? Choyxonaga, g'iybat bilan haligi gap xaltasini olib chiqqanman. Unda qayerga ketadi? Voy, men qayerdan bilay? Uyda turgan narsaga qo'sh quloq bo'lib tursang bo'lmaydimi? Voy. Men qara? Mabodo. O'g'li olmaganmikin? Voy, dadasi, nimalar deyapsiz? O'g'lingiz qayerda ishlashini bilasiz-ku. O'zini fikrini ham ishlatmaganiga ancha bo'lgan. Ularning ishida fikr ortiqcha. Faqat buyruqni bajarsa bo'ldi. To'g'ri aytasiz, dadasi, to'g'ri aytasiz. Haligi qizingiz institutga 1-2 marta olib borgandi. Xo'sh, sal qoldi o'qishdan haydalishiga. Voy, nimaga o'qishdan haydaladi? Voy, nega haydalmasin? Domlasiga siz biz xohlagandek darsni o'tolmayapsiz. Yaxshiroq o'tsangiz bo'lmaydimi? Keyin sessiyada pul so'rashingiz nima degandan keyin haydaladi-da. Voy. O'qishga fikr ko'tarib borishga balo bormi? So'mkasiga intizom bilan tartibni solib olib boravermaydimi? O'zi nimaga kerak bo'lib qoldi shu vaqtda sizga u? Xuddi fikr ishlatadigan odamday kuyinasiz. Mayli. Endi men bir ishga borib kelay. Eski qo'lyozmalar bor. Boboda o'shalarning isdan chiqib qolar, ha. Mayli, bora qoling dadasi, boring. Yaxshi boring dadasi.
aka bu qovog'ingizga langari oshib olganingizga qaraganda biron bir davlat ishida ishlaysiz a bunday deysiz? biza ko'p ko'rgan odammiz aka kasbimiz shu bir kunda mingtasi chiqib mingtasi tushadi aka siznaqalar har kuni shunaqa yurishadida Ha, ham to'g'ri. Lekin bilasizmi, men fikrimni yo'qotib qo'ydim. Fikrimni. Shunga ishinyapti. fikri nima deganim tushunmadim Nima deb tushuntirsam ekan, ha? Har bir holatga odamni o'z qarashi bo'lishi kerak. Tushundingizmi? baribir anglolmadim bu o'zi kerakli narsami o'zi Bu siz yashayotgan jamiyatga bog'liq. Aslini olganda o'zi bu narsani o'zi g'ir taxmaza. ye unda nimaga kulyapsiz aka haligi xotini pulni o'g'irlab qo'ygan odamga o'xshaysiz tavba qildim Endi umr oxirlab boryapti. Kerak bo'lib qolar degandimda. yaqinda bir mijoz sumkasini esdan chiqib qoldiribdi o'shanda ochib qarasam ichida haligi tuhmat bilan bir to'plangina shantaj turibdi 2 kun kutdim hech kim kelmadi keyin ishlatib yubordi mana shundan beri ishim besh Qanday qilib 5 bo'ldi? qanday qilib deysizmi bilasizmi haligi hokim deganlari 2 xil bo'lar ekan menga aksiga olimdi-ku haligi ikkinchi xillar uchraydida biron bir ishing tushib oldiga shikoyat qilib borsang bilmadim o'rnidan qo'rqadimi yo biron bir narsadan cho'chiydimi ish qilib so'ragan narsangni to'g'rilab beradi eng aniq qiladigan joyi bunday haligi bir bunday so'rab surishtirmaydi ham endi ularni ham tushunsa bo'ladi cho'ntaga beryaptimi pul davlatnikida davlatni puli aka Xo'sh, nimalar qildingiz? shu desangiz hokim bir kuni sayyor qabul o'tkazdi sekin bordim zimdan kuzatdim keyin anavi mijoz qoldirib ketgan sumkadagi shantajdan olib aka rosa teatr ko'rsatdim mana bilasizmi natijada bitta kirboshina bilan xaladilnik bo'lib oldim ana aka nima deyapsiz Yo'q, osongina berib yubordim. aka o'zi hamchi rosa ziyoli odam ekansiz-da oddiy narsani tushunmayapsiz-a men sizga aytyapman-ku bular haligi xalqni muammosini yuzaki bo'lsa ham hal qilsa bo'ldi surishtirib nima qiladi ish qilib o'ziga gap kelmasin debchi haligi xalqni og'zini yopgan tushunyapsizmi Bu deyman, ular ham fikrlarini ishlatmay qo'yishgan ekan-da. bilmadim aka fikr menga qarang bu fikr degan narsani tushunmadim tushunishni ham istamayman mana qarang oddiy narsa ozgina shantaj topsangiz shuni o'zi yetarli ekan aka Aka, shu yerda to'xtatib yuboring, men tushaman. Ya assalomu alaykum.
aka. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, yaxshi. Uydagilar tinchmi? Yaxshi yurishibdimi? Ha, nima bo'ldi? Xuddi bir qaynonasi tirilib kelgan odamga o'xshab shumshayib qolibsiz. Fikrimni yo'qotib qo'ydim. Nimani? Fikrimni qayerga qo'yganimni oxirgi paytda qayerda ishlatganimni hech eslolmayapman. Shunga shunchami? Men bir boshqa narsa deb o'ylabman. O'ylab qarasam, hali ko'p narsani o'ylab ko'rishim kerak ekan. Shunga qidiryapman-da. Nima qilasiz o'ylab, ha? Nima qilasiz o'ylab? Bu mazza qilib yurmaysizmi? Ha? Mana. Menda o'sha qurgur fikrni o'zi yo'q-da. O'sha qurgur agar menda bo'lganda, shart sizga berib yuborgan bo'lardim. Yo'q, tegi yo'q menda bu narsani. O'sha senda bo'lmagani yaxshi-da. Yo'q-a? Ha, menga bo'lsa shu ba'zida shu xumor tutib turadi-da. Menga qarang. O'tgan kuni majlisda rosa sayradingiz-ku. O'shanda fikringiz bor edi shekilli, ha? Uka, bu gaplarni 25 yil oldin bir daftarga yozib qo'ygandim. O'shandan beri vaziyatga qarab majlislarda o'sha gaplarni hammasini o'qib beraman. Tavba. O'tgan yili bir qaysi guruhga familiyangizni tirkab qo'ygandim. Maza qilib shahar kezib chiqdinglar. O'shanda bormidi fikringiz? Ukam, u yerda fikrni nima keragi bor? Bu kattakonni shunda og'zidan chiqqan gapni ilib olib, tanqid sifat gaplarini tuqushdek takrorlayversang, ish besh, hamma sendan hayiqadi. Qulobay aka. Buni bilmadim. Ana elektrimiz o'rinbosari bor, Hasan. Shu baloni biladi. Shundan borib so'rang. Biladi shu. Boring. To'g'ri. To'g'ri. Assalomu Hormaylar. Ana. Keling, Hadi yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimisiniz? Yaxshimisiz Qurmonboy aka? Rahmat, keling. Nima bu? G'alaba o'qib turibsizlar. Hasan Tursun. Ha. Abi Qulobay aka fikrlarni yo'qotib qo'yibdi. Fikrlarini? Fikrni yo'qotib qo'ydim. Shunga shuncha siqilib o'tiribsiz, aka. Men biron bir kattaroq narsani yo'qotib qo'ydingiz, buni o'ylabman. Ha bu yo'qolgan bo'lsa yo'qalar, bu sizni ish jarayoningizga ta'sir qilmaydi ekan bu. Nafaqaga ham ozgina qoldi. Ha. Shunga bir ikkita narsani yozmoqchi edim. Bilasizmi? Men yoshligimda yozuvchi bo'lmoqchi edim. O'shaning uchun ancha narsani qoralab qo'yganman. Shuni oxirigacha yetkazmoqchi edim. Shunga fikr kerak bo'lib qoldi, fikr. Qiziq gapirasiz, aka. Bu narsa yozish uchun, bu fikrda umuman kerak yo'q. Mana meni bir ikkita o'rtoqlarim bor. Bittasi she'r yozadigan, shoir. Yana bittasi yozuvchi. Mana shular o'qishni bitirayotgan paytda umuman bir mustaqil fikri bo'lmagan o'zi. Mana she'r yozganni, she'rini, mana shoir she'rini. Deyarli hamma qo'shiqchilar ashula qilgan. Ko'ryapsizmi? Vatan haqida she'r yozgan. Mana shu vatan haqidagi she'ri 12 ta kitob bo'ladi. Mana yozuvchisi bor-ku. Qaysidir bir tadbirdan oldin kichkinagina qissa yozgan. Qissa. Mana hozir mana o shoiri xalq shoiri bo'lib o'tiribdi. Bunisi xalq yozuvchisi unvonini olib, mana mazaqli davronni surib o'tiribdi, aka. Bir narsa yozish uchun fikrni keragi yo'q. Siqilmang, aka. Endi shu bilasizmi? Fikr bo'lsa yaxshiroq chiqarmid deb o'ylovdim-da. Men sizni katta odam desam, siz ertaklarga ishonib o'tiradigan yosh bolalarga o'xshaysiz. Bu fikrni turgan bitgani ziyon-ku. Yo'q. Mana men oliygohni tugatgan paytlarimda yo'q, mana shu fikrimni deb biron bir tayinli joyga ishga kira olmaganman. Tushunyapsizmi? Qaysi ishxonaga borsam,
qaysi korxonaga borsam, o'sha korxonani, o'sha ishxonani rahbarini ko'ziga o'qday ko'rinamanda. Keyin nima bo'ldi? Kiyimni bola edimda, ana Yangiobod bozori bor-ku, eski tusga oladigan joy. Ana shu bozorga bordim. Fikrimni ko'targan narxga sotib oldim. Mana, Hayır. bilasizmi nima oldim keyin? Nima? Bir qop maqtov oldim. Xo'sh. Qolganiga 2 qop ana qizil gaplardan bor-ku. Ha. Ana shundan oldim. O'shani ishlatib yurdim-da aka. Mana yomon bo'lganimiz yo'q. Tez orada rahbar o'rinbosariga o'tiribsiz-ku mana. Mana. Ko'rdingizmi? Manachi. Aka, buni biror narsa yozish uchun fikr umuman kerak emas, aka. Manachi. Qo'shnim bo'lardi. Mana shu bolachi Yevropaga o'qishga ketdi. Yevropaga o'qishga borib, o'qishni bitirdi. Bitirgandan keyin o'ta o'sha fikrchi rosa qilib etaganda shart sotib yubordi fikrini. Qaytib keldi, 2 xonali uy oldi. Xo'pmi? Yo'q. Yangi mashina ham oldi. Xo'pmi? Maza qilib haydab yuribdi. Xo'pmi? Shundan bir fikrsiz yuribdi. Kam bo'lgani yo'q. Xo'pmi? Hozirchi qaysidir bir gazetda boshliq. Mana ko'rdingizmi Qulmanboy aka? Fikrni keragi yo'q. Endi menga qarang aka. Hammani ishdan qoldirib, keraksiz gaplaringiz bilan boshni qotirmang aka. Ha? Undan ko'ra ishni qilaylik. Siz menga mana 1 oy oldin bajarilgan ishlarni hisobotini tayyorlab bering. Xo'pmi aka? Mana bu raqamlar bor-ku. Mana shu raqamlarni ozgina ko'tarib yozing. Xo'pmi? Bo'rttiribroq. Tepadagilar so'ragan buni. Xo'p. Bo'pti. Men ketdim. Tezroq tayyorlab bering. Ana sizga fikru, mana sizga fikr. Bo'rttirib yozaymish. Endi o'zimni fikrimni yozaman. Hamma narsani to'ppa-to'g'ri yozib beraman. Tinchlikmi dadasi? İşten bunday ahvolda qaytmasdingiz-ku? Nima bo'ldi dadasi? Xotin, so'rama. Fikrim topildi, fikrim. Voy, yaxshi-ku. Ertalabdan beri qidirasiz. Bekor qidirgan ekanman. Voy, bunda tushuntiribroq gapiring. Ishxonada ishlab o'tiruvdi. Xo'sh, Xo'jayin kirib, yillik hisobotni topshiring. Iloji bo'lsa, raqamlarga ozgina qo'shib yozing deb aytdi. xo'sh. Har galgidek ishimni qildim. Bir pasda bajarib tashladim. Keyin nima bo'ldi? Keyin shu qaysidir qog'ozi orasidan fikr o'lgur chiqib qolsa bo'ladimi? Voy. Keyinchi. Keyin o'ylab qarasam, hamma qilayotgan ishlarim ko'zbo'yamachilik. Voy. Xuddi xalqni aldayotganday tuyuldi menga. Keyin nima bo'ldi? Shartni oldimda hamma raqamlarni o'z holicha to'ppa-to'g'ri qilib yozdim. Keyin topshirib yubordim. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'lardi? Keyin xo'jayin shuni o'qib ko'rdi-da, ishdan bo'shash arizasini yozdirdi. Voy, o'lmasam.
voy pensiyaga yetay deb turganda shu o'lgur fikringizni ishlatmasangiz bir joyingiz kamayib qolarmidi? Endi nima bo'ladi dadasi? Fikrdanam qutuldik.